Bir padişahlığının şahzade. Bu yol Vasmi'nin en yakşı dostum. Bende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolganda şemşirimni çıkırıp kattıkta olayım. Bana güç kuvvet
Bo'ldi, Sako, bu yerden tez ketinglar. Ular kaçıp ketenmeydi. Esirim hepstek. O nima qilalaydı? Ben bu daraxtdagi ozuqliqni sömürme. O meni güçlendirdi. Oh, onun bu yerga nima uchun kelganligini endi bildim. Meni nahsosmig'idi. Hey, qimirlama! Men boshqalarning dal-daraxtlarga ziyon selishini yaxshi ko'rmayman. Men xato sezmabdimi? Bu ishonchsiz vatilaga oxiri uchirdim. Yana bir qatim yuzma-yuz uchrashdik. Sen kim? Men tanımabsan da. Ah, meni qo'yvat, katkili qo'y. Bo'ldi, Sako, mana shunday qil, midirlama. Oy! Sen kim? Biz avval bu yerden ketaylik, ondan sonra. Ah, Saga, meni obdan qo'zan. Vatila mening kimligimni so'rayolmadi. Meni unutib ketdi. O jazoga tortilishi kerak. Bu qal'a kirdigan maxfiy yo'l. Bana ergish meningla. Qal'aga kirdigan maxfiy yo'lni menmi bilaman xonim. Sen ve men, yani heliqi qomatlik yot odam cho'qim uchirishimiz. Bu yo'l qal'aning markaziga tutishidir. Bilime, sen şahzade adamını özünün kulu aylandırmakçı. Neymiş ki benim sınap bakmaysa. Çünkü Saga sana işinidir. Men sana işinimen. Bir kul, bir dostqa qaraganda arzimaydiganligini tunib yetdim. Ha? O adam mingan atqo. O'zini ketgandi. U qaramliq qilib qo'rqinchli qal'aga kirib ketmisi yana. Men darhol kirib qarab baqay. Oh, bu orada qaram. Ha? Men o'yimchik turni azaldan yaxshi ko'rmayman. Hech kishi yo'q-ku. Bu Steven bilan Vatilda to'g'risida rivoyatga rostila o'xshaydi ekan. Meningcha odam cho'qim xatarga yo'liqdi. Mening go'zal qal'ayim hozir nemilarga o'xshab qolgan. Kerak yo'q. Menda kuch bor. Uni asli keltira olayman. Ehtiyot qil Vatila, kuch-quvvat bilan go'zal dunyo barpo qilinmaysa, uningdan ko'ra qullarning hammasini do'stinga aylandi. Nima deb jo'layapsan? Sen tez orada mening taxtimni va oqso'ngaklar dunyosini ko'rsan. Men qudratimning olg'a ilgirlishiga buyruq qilaman. Ko'rdingmi? Buni men yaratdim. Vatila bilan Tivenning taxti. Endi ittifoqa kuch-quvvat, go'zallikni asli keltira olamda yo'q. Sen meni qo'rqatmoqchimi? Men yana o'z taxtimda o'ltiraverman. Vatila, tez bu yoqqa o't. Sen üzerine kaya kim kalganlığını bildin mi? Biraz kıçıştırıp atıdı.
Beri git. Bu mu del vakti eskatdi? Hazırçı başıdaq turib to'g'in, keyinchi qapazga so'lab qo'yamiz. Heyman, hozir Tivini topayli. O İranning uningga hujum qildiganligini o'ylamamsa. Vatila, men unda o'ylamayman. Agar o'rmondagi yiliq ishqisat odamning qaysi biri uning cheqildigan bo'lsa, meni qo'yiver. Qutqizinglar. Ha? Bu yoqqa berishning amali yo'q. Unutib qoldingmi? Men u qarg'ayni kulga aylantirib etaman. Ha, bütün qal'ani yiqitib bizni bostirmoqchi. Qaraganda faqat shu qarg'ayli qal'ani tutashtirib turdi. Bu yoqqa kel. O tarafda yana bir yo'l bor. Dila! Heyman, bu senma. Biz hazırlı barımız, Dila. Tez bol, tezrek bo'g'in. Agar sening do'sting bilan heliqi Vatila xonim kelsila, ularni biz yaxshi bir taraf qilamiz. Yiliq satabla yana kepti. Bir azsat, senchi rosti bir azsat. Buning sababi uzundan buyon men hamon kuch-quvvat deb yurdim. Podshohlikni qayta tiklashni, xonishni o'yladim. Lekin bu xil qudrat menga boshqacha qarashli bo'lib, meni mushundaq satlashtirib. Undaqda sen Tivimma. Shundaq. Qaraganda sen men bilan emas, uning bilan birga bo'lishni xohlaydi ekansan. Baxtga qarshi shundaq o'ngsizlik bo'lsa-mu, hozir kuch-quvvat yanada mening kulturligimda. Heyman, uningga qara. Endi Vatila, seni qandoq jazolashni o'ylayaptimi? Men Aqso'yaktimin. Mening xatoligimni kechirgin. Biz unchalik ko'p qulga muhtoj emas, balki do'stga muhtoj. Ular erkin bo'lsin. Uni tiz qo'g'la. Sen qochib qutulolmaysan, Heyman. Endi sen Tivinning haqiqiy kuch-qudratini ko'rsan. Tivin, undaq qilma. Sen ko'pchilikni nobud qilsa. Ben qudratimning ilgirlishiga buyruq qilaman. Ben nima ish qildim? Bizning qal'ani kumron qildim, suyimlidir. Bu yerden tez ketayli. Tez bol. Lekin men nima ish qildim? Mening ko'nglimdagi kishi menga qaramasa. Undaq deb o'ylama. Men undaq qilmayman, suyimligim. Bu yoqqa mang. Tez! Çataq Saga, o işit qapti. Uni men qutuldiray. Tivin ehtiyot qil. Qo'rqma Saga. Ben sana yardımlaşay. Rahmat sening yordamingga, do'stim. Biz qal'ani sirtida ko'rishayli. Men kirib yana birisini qutqizib chiqaman. Bu yoqqa chiqqan Kalampay. Çataq bo'ldi, Heyman uning ichida. Mening razil sehrim bu qadimqi hamma balo qazoni keltirib chiqadi. Razil sehrning hammasi mush ablaqdan kelgan. Uni tashlabdi. Yaxshi qilding, Tivin. Men shunday qilay. Bu rezilliklar mavjud bo'lsa,
turmuşumuz köngüllik bolmaydı Tivin. Erkinlik mi yok? Hemminglar yaxshi to'g'ansizlar? Adam? Xiyman baya bizni qutuldirib o'z ishchida qoldi. Yo'q, deyla. Men Xiymanning iliq cho'ng ilonni qutuldirishiga yordamlashdim. Qasam qila olamanki, u ishnimi bo'lmadi. Xudoga shukr. U meni iliq 200 inglizchasi egizakdagi daraxtdan qutuldirib qo'ydi. Sen yana nimalarni qilding? Men duldulni minib bir maydon cho'gladim. Lekin u duldulning mijozi bak eski ekan. O yana keldi. Ular nima degan chiroyliq. Qaranglar, u mendan qochmadi. Azaldan bundaq bo'lib boqmagan. Sen burunqiga o'xshamaysan-da. Balki uning birdan mingan va'do. Agar Tivin minsa, menmi minima? Chiqqan nihoyat oson. Bu yoq kel Saga. Mayli. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh, do'stlar. Qara. Ular nima degan kelishgan? Haha. Boshqalar duldulga minib maqsa sening ko'ngling yerim bo'layotamda. Men bo'lsam piyoda ketishni yaxshi ko'ratdim. Turib tur adam. Bir kuni sana boshqa bir qahramonni ko'rsatib qo'yaman. Ha. Xuddi Xiymandek. Oh, ehtimal bir kuni deyla. Shundoq bir kun cho'qim keladi. Bugün biz şikayetim uçurduk. Ular 200 yıl uxlaptı. Biz gondaqça uxlashning keragi yo'q. Lekin yetarli uxlash pek muhim. Yana bir narsa esingda bo'lsinki, kechda bir istiqon sut yoki bir atal meva kifoya. Uxlashdan ilgari tomoqni bek ko'p yema. Har kuni vaqtida uxla. Uxlashdan avval chiniqma, jiddiylashma. Bo'ldi, yaxshi tush ko'rgin, yaxshi tush ko'rgin har şey olsa.